Tuğan gününe keldik bugün. Onda bugün bütün Qozonda o'g'ayman bizim Bamont. Lesen Ribayev bilamında. Minihaniflar oilasida bayram etamiz Alloh bersa bugün. Hasan Sharafetdinov tomonidan ana. Shunday motor kompaniya bir istalda o'tiramiz, barimizda birga. Ali Yori Dilaning bo'ldi strechasi, Tuğan kuni. Nega bunda bor? Ha, o'sha birga barisdan ko'rga. Davaychi birgalashib bayram etamiz. Ha, o qo'shnishdagina. O'sha kollegalarimiz bizni. Hali bunda bitta kollegalar bor. Dostlar, kelgan qonaqlar, mening eng qadrli kishilarim Jeyxon. Hamidning yerlarida boringizda da ko'rgan bir kishi olaylar. Dostlar, bu kishi очень много людей. Bunday formatda hali ishlavim endi sizning tugul mening de birinchi topqirim. Lekin bugungi kishani aytagizalik. Aytib qo'yganim 100% yaxshi kayfda. Qandadirib, qoralashib, jirlab, biyib, o'zdirib jibergan. Kelishdikmi? Borimizda yaxshi kayflar ham endi. Borimizda albatta endi hali so'zlaringizni da aytirsiz deb o'ylayman. Ham endi aytir so'zni har vaqtda aytib qo'ymak kerak. Aytir so'zni aytib qoldigan jir bilan o'zimizning kishani boshlab jibergan. Aytazali, ketdi, DJ muziku. Sizga qiziq qo'yib, men film короче. Короче, men qoramiz. Mana Noila mening klassda Qozonman. Noila birinchi keldi. Men bir yil o'qiganman shunaqada. Keldim Noila ortidan men Qozonga keldim. Nozgul keldi, Yashqarobda bir necha yil yashagandan so'ng keldi bizning ortdan tag'in oilasi bilan Qozonga. Biz короче Qozonga kelib tushdik-da. Men shu vaqtda yashaydim Albina Apanaeva bilan. Kvartira yo'lda Pisarevoy deydi. Men Zoy ishlaydi bizning borliqqa keldi. Bizga shunday ko'p yillar bir ko'p yillar shunday yaradan borasida. Ну, зато к вам. Либо книга выбрали, да, либо к вам. Все нормально. Вот. Мен сізді бек яратам, әрбір езіне. Сіз шундық уникальный, личность уникальная, просто талантливая, необыкновенная. Тут
да шуны күбәйтеп сөйләсе килә, әмма ләкин без ашык булабыз. Без чынлап та прошли через огонь, через воду, через медные трубы. И что самое меня восхищает каждый из вас, какие мы были до, и какие мы были стали, и какие мы сейчас к ней стали. Это... Какие будем? Да, какие еще будем, да? Мы всегда растем. Потому что мы надо построиться. Her vakitte bizden hıyallarımızға мы не предаем свои мечты. Her vakitte bizden hıyallarımızға Тырышабыз. Әйе, алға барабыз. Аминді сезгә һәр вакытта да менә Oyda kalkanlara bu min yalnızı Erdem de şerler koşuldu